Erim o'ynashdan eshitgan bu gaplarim hayotimni bunchalik o'zgartirib oladi deb hech qachon o'ylamagandim. Erim ishxonasidagi o'zidan 3 yosh katta bo'lgan ayol bilan anchadan beri qiyin munosabatda bo'lib, hatto birga yashab yurishgani haqida umuman bilmasdim. Telefonini uyda qoldirib ketmagan. Bir kuni telefonlari uyda qolib ketdi. O'sha kuni hamma sirlari oshkor bo'ldi. Jahl ustida ishxonasiga bostirib bordi. O'sha ayolni chaqirtirib sharmandasini chiqazmoqchi edim, lekin afsusim sharmanda bo'ldim. Birovni oilasini buzishga uyalmaysanmi deganimni bilaman. Seni meni yaxshi ko'rsang ering, bo'laring bu bo'lgan-ku. Ahvolingni qarang. Ikkita tug'ib xotinimki g'or bo'lib ketdi. Birga yotish naryoqda tursin, degan ham chida bo'lmaydi degan ering. Ishonmasang ko'rgin deb SMS-largacha ko'rsatib berdi. O'sha paytda qanaqa yomon ahvolga tushganimni faqat Xudo bilardi. Jahl va alam ustida uyga kelib, telefonimni olib, o'sha hamma maqtayotgan Muslimas Feromons profildan Fermini feromonlar va 3 ta yoki 10 ta tug'gan bo'lsangiz ham yarim soatda qiz boladek qilib qo'yadigan Roze Jenshinalardan zakaz qildim. Anchadan beri shu Roze Jenshinani otsiflari va uni originalligini ko'rib o'ylanib yurgan. Shuni oldinroq olib ishlatsam bo'lmasmidi deb rosa afsuslandim. O'sha kuni erim ishdan jahl ustida keldilar. Nimaga ishxonamga borib janjal qilding deb endi baqir-chaqir qilayotganlarida atrofimga hidi yoqqandan nima sevgansan deb ertalab kecha yonidan keta olmadim. Nima qildirib olding? To'yimiz kuni ham bunchalik tormasdi deb hayron qoldilar. Uyimda shunday xotinim bor ekan, ko'chadagilarda nima qidirib yuribman dedi. Oilasida shunaqa muammodan siqilayotgan ayollarimizga yoki oilasiga o'zgartirish kiritib, erini yana ham sedirib olmoqchi bo'lgan ayollar обязательно muslimani Fermini feromonlardan va yarim soatda qiz boladek qilib qo'yadigan Roze Jenshina turadiganlardan ishlatib ko'ringlar deb bir obunachim yozib yubordi. Agar sizga 100% original bo'lgan 10 ta tug'gan bo'lsangiz ham yarim soatda qiz boladek qilib qo'yadigan Roze Jenshina va Fermini feromonimdan kerak bo'lsa, Muslimas Feromons profiliga yozsangiz bo'ladi. Roze Jenshina podelkasiga aldanib qolmaslik uchun originalni o'zimdan topasiz.